Mana buni qo'yamiz. Mana joyiga tushdi. Joyiga tushganini qayerdan bilamiz? Joyiga tushganini mana shu joyga ariqcha ochiq turishi kerak. Mana bu stoperlar kirishi uchun. Va stoperlarni joyiga qo'yib, mana boltlarni olib joyiga qo'yib, boltlarni stoperning ustidan qotirib qo'yamiz. Ishimiz tugaydi. Ikkita membranani shunday qo'yamiz. Keyin ost tarafini ochamiz. Ost tarafiga membranani teskari tiqamiz. Suv chunki u tarafdan bu yoqqa kelyapti. Shuning uchun mana bu strelka u tarafdan bu yoqqa bo'lgani uchun strelka ham xuddi shunday. Mana shu holatda qo'yilish kerak. U tarafdan bu yoqqa rezinni mana shu holatda turadi. Mana shunday sekin asta tiqasiz. Chunki mana bu rezin mana bu yoqqa qiyshayib qolmasligi kerak tiqayotganda. Ost tarafidan tiqayotganda mana bu rezinni ham gellaymiz. Mana bu rezinni ham, bu yerni ham va bu uch tarafni ham gellagan holatda rezin bu yoqqa chappa bo'lib qolishini oldini olish uchun yaxshilab gellab mana shu holatda qo'yamiz. Mana shu holatda qo'yib, oxiriga yetganda to'xtaganda membrana 5 sm oldinga surib olamiz. Agar rezin qiyshayib qolgan bo'lsa ham joyiga kelish uchun. Keyin aylantirgan holatda olib boramiz joyiga. Aylantirib olib boramiz. To'g'ridan to'g'ri olib borsak rezin qiyshayib qolishi mumkin. Aylantirgan holda olib boramiz, joyiga tushadi. Keyin ost qismini ham kolbalarni hamma joyini yopib qo'ysak bo'ladi. Xuddi shunday membrana almashtiriladi do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizni ko'rsangiz, membranani qo'ygandan keyingi bo'ladigan membranani bosim ko'rsatkichlarini sozlashni o'rgatamiz. Do'stlar, membranani vakuum paketda bo'ladi. Yangi membranalar filtrni joylashtirib bo'lgandan keyin, hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin membranani o'rnatishda oxirida o'rnatiladi. Sababi vakuum paketi yirtilgandan keyin membrana ochiq havoda tursa qurib qoladi. Yirtib buni ochganingizdan keyin o'zini upakovkasidan 1 soat ichida filtrga o'rnatib filtrni ishlatish kerak. Ichida suv aylanish kerak buni. Keyingi darslarimiz batafsil ko'ring. Aynan bu darsligimizni ko'rib, membranani almashtirib tashlamay, birinchi membranani oxiri darsligigacha ko'rib, bosimni qanday sozlaydi hammasiga batafsil ko'rib chiqqandan keyin membranani almashtirishingiz yoki qo'yishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.